Eron ikkinchi F-35 qiruvchi samolyotini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi vakillariga ko'ra, harbiy samolyot Eron markaziy qismi ustidan uchib ketayotgan paytida ikkinchi Amerika F-35 samolyotini urib tushirganini da'vo qilgan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining Fors axborot agentligi tarqatgan xabarlarga ko'ra, samolyot butunlay vayron bo'lgan va halokatga uchragan hamda samolyotga jiddiy zarar yetkazilgani sababli uchuvchi haqida hech qanday ma'lumot yo'qligi aytilgan. Eronning Mehr axborot agentligi uchuvchining halokat natijasida yuzaga kelgan kuchli portlash tufayli samolyotdan sakrab chiqishi ehtimoldan yiroq ekanligini aytgan. AQSh markaziy qo'mondonligi postlarga darhol javob bermadi, ammo Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining AQSh qidiruv samolyotini urib tushirgan haqidagi avvalgi da'vosiga qarshi chiqqan. Eslatib o'taman, bundan bir necha kun oldin ham Eron tomoni Amerika Qo'shma Shtatlariga tegishli bo'lgan F-35 qiruvchi samolyotini urib tushirganligi haqida xabar bergandi. F-35 samolyotlari dunyodagi eng yuqori texnologiyaga ega bo'lgan va qimmat narxga ega bo'lgan qiruvchi samolyotlar hisoblanadi va juda kam sonli davlatlarda mavjud. Ba'zi bir tahlilchilar esa bu urib tushirilgan samolyot F-35 emas, F-15 qiruvchi samolyotlari bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.